Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar. Statadagi shaxsiy tadqiqotimga doir tahlillarni amalga oshirish bo'yicha amaliy darslarni davom ettiramiz va oldingi video postda ham aytganim, keyingi test VIF ga tegishli, ya'ni mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi multikolinarlik demak hodisasini bog'liqligini tekshirish bo'yicha odatda VIFni tekshirishimizdan oldin biz regressiya tahlilini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin VIF bilan bog'liq tahlillarni ko'rishimiz mumkin. Demak, regressiya modelida bilamizki, bitta dependent o'zgaruvchiga nisbatan, demak, nechta modelimizda mustaqil o'zgaruvchi bo'ladigan bo'lsa va plyus nazorat o'zgaruvchilarini ham modelda olib kirib tekshiramiz. Demak, buyruq yozadigan bo'lsak, regressiya va bitta birinchi tobe o'zgaruvchi, ikkita mustaqil o'zgaruvchi va qolgani nazorat o'zgaruvchilari ko'ramiz. Nazorat o'zgaruvchilarini nima uchun regressiyaga mustaqil o'zgaruvchilar bilan birga olib kiramiz? Buni sababi o'z nomi bilan nazorat o'zgaruvchilari haqiqatda ham biz demak modelga olib kirgan mustaqil o'zgaruvchilarimizni asl ta'sirlarini ko'rishimiz uchun va agar balkim mustaqil o'zgaruvchilardan tashqari bu tanlagan nazorat o'zgaruvchilarimizdan birini ta'siri biror bir mustaqil o'zgaruvchidan ham yuqori bo'lishi mumkin. Mana shuni ham bilish uchun demak nazorat o'zgaruvchilarimizni ham modelga olib kiramiz va regressiyani tekshirganimizda mana bu kabi ma'lumot olamiz. Buni hozir tahlil qilmayman, chunki hozir asosiy vazifa maqsadim VIF, ya'ni mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi kuchli bog'liqlik bormi yo'qmi ko'rish uchun. Bu yerda hozir bu VIF nafaqat ikkita mustaqil o'zgaruvchi va AGN va boshqa nazorat o'zgaruvchilar bilan bog'liq bo'lgan demak multikolinarlik koeffitsiyentlarini ham chiqarib beradi, chunki ular ham bu yerda modelda bir xil demak mazmunda ishtirok etyapti. Ko'rishimiz mumkin, mana bu kurs natijalar chiqdi VIFda. Mana bu natijalar chiqdi. Demak, policy'niki 157, eng kichkinasi usage frequency 1.03 va eng kattasiniki policy 1.57 va o'rtacha VIF 1.23. Bu yerda VIFni qiymatlari bor. Demak, VIF agar 1 ga taqriban teng bo'lsa, multikolinarlik yo'q. 1 dan 5 gacha past yoki qabul qilinadigan bog'liqlik, 5 dan 10 gacha o'rtacha muammo bor va agar VIF mana bu VIF 10 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, kuchli multikolinarlik bor mana bu o'zgaruvchilar o'rtasida degan xulosa qilinadi. Agar mana shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, kuchli, juda kuchli demak, multikolinarlik bo'ladigan bo'lsa, 10 dan yuqori, ya'ni demak bu o'zgaruvchini yo chiqarish kerak yoki bu qo'shish kerak, vaziyatga qarab yoki boshqa o'zgaruvchi kiritish kerak bo'ladi. Ayniqsa bu mustaqil bilan bog'liq mana bu ikkita o'zgaruvchiga tegishli bo'ladigan bo'lsa, yoki agar bu ikkita yo 3 ta mustaqil o'zgaruvchi o'ta bir-biri bilan yuqori bog'liqlikda bo'ladigan bo'lsa, demak ularni indekslab yangi o'zgaruvchi yaratgan holda demak yangi model bilan ishni davom ettirib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, lekin manda man hozir o'zimni maqolamdagi VIFni ko'rsataman. Manda interaction effect term bor, interaction term bor. Sababi men demak tadqiqotimda modelimda moderator o'zgaruvchi bor. Shu moderator o'zgaruvchini demak tadqiqotimdagi mediator o'zgaruvchini ikkita tobe o'zgaruvchilarga bo'lgan ta'sirini kuchaytiradigan yoki susaytiradigan ham variable kiritganman-da, uni demak nomi moderator. Mana shu o'zgaruvchimni tekshirganimda, regressiya bilan tekshiraman. Tekshirganimda demak o'sha modelimdagi mediator va boyaga aytayotganim moderator o'zgaruvchini birgalikdagi ta'sirini ham tobe o'zgaruvchilarga nisbatan tekshiraman. Interaction term deyiladi, birgalikdagi ta'siri. Va uni shunaqa vaziyatda u demak u ham regressiyada tekshiriladi. Tekshirganimda demak mana bu inson kapitali, human capital, innovation, human capital mana mediator, innovation moderator. Mana bu yerda interaction term ikkalasiniki birgalikdagi ta'sir, ana undan keyin mandagi mustaqil o'zgaruvchilar va tobe o'zgaruvchilar regressiyada o'sha paytda moderation analysis qilayotgan paytimda tekshiraman. Va o'sha paytda agar men to'g'ridan-to'g'ri human capital bilan innovationni interaction term qilib turib yangi variable yaratgan holda men agar VIF tekshiradigan bo'lsam, bu VIF ko'rsatkichi juda ham yuqori chiqib ketishi mumkin. Juda ham yuqori chiqib ketishi mumkin, chunki ikkita demak
demak o'zgaruvchilarni birgalikdagi ta'siri bir-biriga qo'shilganda yuqori chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Buning uchun men nima qilganman? Mana bu belgidan ham bilish mumkin. Mana shu human capitalni min centering qilib olganman va innovationni ham min centering, ya'ni bu yerda ularni asl qiymatlaridan ularni o'rtacha qiymatlarini ayirib olib yangi o'zgaruvchi yaratib olganman. Mana shu yangi o'zgaruvchilar va mana shularni demak birgalikdagi ta'siri bu yerda. Keyin bularni demak mana shu qiymatlar ko'rib turgan demak mana shu o'zgaruvchilarni alohida regressiya qilib, xuddi boyagidek regressiya va undan keyin vifni ishlab mana bu table'ni jadvalni chiqarganman. Agar men shu min centering qilmasam, ya'ni ularni asl qiymatidan ularni demak o'rtacha qiymatlarini ayirib turib yangi o'zgaruvchi yaratgan holda yangi o'zgaruvchilar mana shu kapitaldan interaction termini o'zaro ta'sirini hisobga olmasam, demak vif qiymati 10 dan yuqori chiqib ketadi. Bu yerda biroz nazariy ma'lumot berganman. Nima bo'yicha? Min centering bo'yicha. Demak, bu o'zgaruvchini har bir qiymatidan, ya'ni o'zini asl qiymatidan o'rtacha mana shu o'zgaruvchini o'rtacha qiymatidan ayirsak, yangi o'zgaruvchi yaratsak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda oxirida yangi o'zgaruvchi yaratgani mana bu yerda ko'rinadi. Inson kapitali mana mediator o'zgaruvchi HC pastgacha C, demak min centering qilib olganman. Yangi o'zgaruvchi innovation ham xuddi shunaqa. Brauzer orqali ko'radigan bo'lsak, mana bunday. Mana demak har bitta o'zgaruvchini o'sha asl qiymatidan o'rtacha qiymatini ayirganda mana bu qiymatlar kelib chiqqan. Human capitalda alohida, inson innovationda alohida va bularni yaratib olgandan keyin o'sha paytda moderation tahlillar qilayotgan paytimda bu o'zgaruvchilardan foydalanaman. Xo'p. Demak, mana nima uchun min centering qilamiz? Bu multicollinearityni kamaytiradi. Agar bizda mediator o'zgaruvchi bo'ladigan bo'lsa va biz mediation analysis qiladigan bo'lsak, interaction effektni tushunarli qiladi. Ya'ni o'sha meniki o'sha human capital bilan o'sha mediatorim va mediatorim u vaziyatda prediktor tobe o'zgaruvchiga aylanadi va demak moderator o'zgaruvchi bilan birgalikdagi interaction effektni tushunarli qilish uchun va regressiya tahlilini izohlarini osonlashtirish uchun ishlatiladi. Demak, mana HC pastgacha C manda inson kapitali o'zgaruvchi min centering qilingan yangi o'zgaruvchi nomi, innovation xuddi shunaqa min centering qilingan yangi o'zgaruvchi. Demak, VIF bo'yicha boya aytdim. Demak, bu mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi kuchli bog'liqlik bor yoki yo'qligini tekshiramiz. Ya'ni regressiyada qaysi modellar bo'lsa, VIF ham o'sha chiqadi va regressiyada biz mustaqil o'zgaruvchidan tashqari demak nazorat o'zgaruvchilarini ham olib kirishimiz kerak bo'ladi. Men bunga to'xtalmayman. Mana bu o'zimning ishimga, chunki ko'p PhD tayanch doktorantlarimiz yoki mustaqil izlanuvchilarimizda ko'pchiligida balki moderator o'zgaruvchisi bo'lmasligi mumkin. Agar buni tekshirish kerak bo'lsa ham, xuddi mana shu, demak, agar mediation bo'ladigan bo'lsa, min centering qilib olish kerak. Mana bu modelni aytyapman, ya'ni boyaga ko'rsatganim yuqoridagi post videolarda manda mustaqil o'zgaruvchilar tobe, mediator, moderator va men hozir mana bu mediatorni tobe o'zgaruvchilarga ta'siri yo'liga mana bu moderatorni kuchaytiradigan yoki susaytiradigan roli bormi yo'qmi o'rganyapman. Mana bu ko'rinishda, misol uchun mana bunday vaziyatda o'rganyapman. Mana bunday vaziyatda o'rganganimda human capital o'z-o'zidan prediktor yoki independent deymiz, mustaqil o'zgaruvchiga aylanib qoladi. Tobe o'z o'rnida tobe. Innovation mana shu mustaqilni tobega bo'lgan ta'sirini yo kuchaytiradi yo susaytiradi. Buni endi o'sha moderation tahlillar qilganimizda aniqlanadi. Men unda demak regressiyadan foydalanaman unda ham va shu sababli ham umumiy VIFni tekshirganimda maqolamda o'sha moderation tahlillarda amalga oshiradigan regressiyamni ichida o'sha regressiyamni modelida olib kiradigan o'zgaruvchilarimni VIF tahlilini bu yerga qo'yganman. Shu sababli demak natijalar quyidagicha chiqqan va umumiy demak ko'rishimiz mumkin 1.5 demak bu VIF multikollinerlik yo'q degan nimani xulosani beradi. Ishlaydigan bo'lsak mana shu qiymatlarni regressiya birinchi xuddi shu o'zgaruvchilar bilan regressiya, buni ketidan VIFni ishlaymiz. Menimcha yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.
yana tahlillar davom etamiz.